Assalomu alaykum guruh ahli. Mana shu 3 ta sigirimiz bor. 8 oylik, xudo xolasa shu oyda oxiri bilan tug'ishtirajak turibmiz. Bo'yi 140, 150 ta oralig'i. Birinchi tug'ish, ikkinchisiga bo'g'oz. 27-28 gacha sut berilgan. Bu sotiladi. Mana bunisi birinchi tug'ish, 4 ta tish. Hali oltinchilar chiqmagan. Birinchi tug'ish. Buni urib kasallantirib tuzatib oldik. Ancha shuning uchun besh tashadi. 20 litr sutiga garantiya bor hozir. Birinchi tug'ish bebola 24-dekabr kuni suvga qo'yilgan. Videolarini ham tashlab beramiz. Uchinchisi mana bu. Uchinchisiga bo'g'oz 34 ta 35 tagacha sut olamiz. 7 oylikdan oshirgan sutdan chiqarish jarayoni bo'lyapti. Bunda hozir sutdan chiqyapti. Mana sigirimiz. Bunisi mana shular sotiladi. Qiziqqanlar telefon nomerlarini qo'yamiz. Telefon qilib chiqaraverasizlar.